Oting bo'lsa zo'r bo'lsin, zo'r bo'lsin. Jiron tashqa to'ruq bo'lsin, to'ruq bo'lsin. Oting bo'lsa zo'r, oting bo'lsa zo'r bo'lsin, zo'r bo'lsin. Jiron tashqa to'ruq bo'lsin, to'ruq bo'lsin. Oting bo'lsa zo'r, oting bo'lsa zo'r bo'lsin, zo'r bo'lsin. Jiron tashqa. Mashallah. Assalomu alaykum o'zbek modlar YouTube kanal kuzatuvchilar. Akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqalish Namangan viloyati Norin tuman To'da qishlog'idan Fazl akamdan bo'ladi akalar, xudo xolasa. Har doimgidek bugun akalar, xudo xolasa Fazl akamni bir mini kichkina otxonasiga keldik akalar, xudo xolasa. Bugungi Fazl akam biz uchun otxonalarni to'ldirib qo'ydi, xudo xolasa. Bugungi viberlar ko'p. Qo'ldan kelganicha bor yo'q ma'lumotlarni shu qilib olib beramiz. Video bittadan like bosib ko'ringlar, unda bo'lsa boshlaymiz. Fazl aka, hormat aka. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Sog'liqlar yaxshimi aka? Rahmat sizga. Fazl aka, xudo xolasa endi bugungi chiqalish bir boshqacha bo'lar shekilli. Ha, xudo xolasa, Fardim. Mashallah, ko'z tegmas aka. Avvalambor assalomu alaykum. Biz YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar, qadrdonlar, ot ishqibozlari, asosan bizning muxlislar. Xudo xolasa bugungi Fardim hammasi chista qorabaylar, uloqlar hammasi kafolati bilan desam bo'ladi. Bitta mononga biz haligi garantiyasi olmaganmiz, chunki uloqni 100% dedi, lekin ko'rmaganmiz. Ikkinchida mashhur. Qolgani ko'rilganlar otlar, xudo xolasa. Fazl aka, bugun sandiqdagilari. Va bugun sandiqda podvaldagilarni hammasini olib chiqib, bugunga xudo xolasa Fardim ko'rsatyapmiz. Anchadan beri chiqarilish qilmadik, yaxshi narsalar uyda ketib qolyapti Fardim. Shunday bo'lyapti Fazl aka. Fazl aka, ichlarida midiklari bor ekan hozir bularda. Ha, Fardim. Xudo xolasa shunisini bitta bo'yinga chiqadi aka. Bitta ma'lumotini berib qo'yamiz. Fardim bular prosta haligi ot bormi desa bor degan. Haligi maqtanish boshqa emas. Endi bizniki savdoda. Albatta aka. O'shaning uchun bir qator ko'rsatib qo'yganimiz ma'qul. Bayda xudo xolasa Qashqadaryo, Surxondaryolarda ham liderov chopadigan otlar bor. Xudo xolasa. Hammasini bir qator bunday ma'lumotini aytib qo'yamiz Fardim. Bu naryoqdan boshlaylik. Asosan chiqaradigan toyimiz bu yoqda. Bu yoqda mana bugungi xudo xolasa 3 yashar, bo'yi 1.65 plus. Uni ham ma'lumotini alohida beramiz, olib chiqib olib. Bo'ldi aka. Unga to'g'ri, bulardan ma'lumotini olib turamiz aka bularda. Fardim uni bo'yi 1.67, 68, 70 hamda baqilgan paytda. Buni. Aha. Ha, baqilgan paytda 1.70 ham, hozirgi paytda bo'yi 1.68. Qani bo'ylar oldirog'iga borach aka? Bo'ylar dadil ekan aka. Ha, bo'ylari baland. Xudo xolasa yosh 7 yashar. Bularni Fardim alohida oladigan odam kelib, mashina shunday desa videolari bor, boshqalarni tashib beramiz. Bu ham 1.70 ga yaqin. Bunisi aka, bo'ylari. Bular 1.60 dan Fardim. Uloqlari 100%, 7 yashar. Buni 9 o'lyapti, 8 dan 9 ga o'tdi. Aha. Burul o'ta kuchli. Qalin narsa ekan. Ha, bu ham. Shu ko'kdan bitta boshdan olib qo'ying aka. Ha. Fardim bular asha qoni to'ygandan 2 soat, 4 soat mana shu kechga to'g'ri polni kantarida 5 soatdan kantarida turishadi, mana shu holatda. Aha. Ventilatorlar ishlab turadi. Fardim bu chista qorabayar, bu ash Qirg'izistonda, Jallabodda hamma taniydi, el tanigan Malik polvon degani bor. Ana shuni o'zining enchi oti. O'zini baqib yurgan oti. Buni bir polvon ukalarimga tiyib olib, menga berishdi bular. Xudo xolasa. Ha, xudo xolasa bu menga nima bo'ldi? Bunisi ham necha yosh aka? Ha? Necha yosh bu? Bunisi ham 7 yashar Fardim. O'ylarni chiqib qoladi aka, buniki ham 60 mi? Yo'q, 1.55 plusdan. 1.55. Mana bu yoqda tabrulari ham bor buni. Bu ham qo'rg'ali narsa. 95. 95 tabrulari bor aka. Yakka 5-5 da ham qiroli. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Fazl aka, endi qarang-da. Aloqa chiqsa, bularning ma'lumotini o'zingiz bitta beraverasiz. Hammasi bor, yeb ichishi, uloqlari hammasi xudo xolasa Fardim. Haligi endi biz insonmiz, avvalo xudo xolasa nima deydi, shu paytga to'g'ri bir yuzimizni yerga qaratgan yo'q, sotkotlarimiz. Endi bugungi klichkasi Rembo degan toyimiz bor, bitta yondan ko'rsatib qo'ying Fardim shuni. Bo'ldi aka. Mashallah. Rembo aka bu? Ha, bugungi Fardim Rembo klichka. Endi Fardim uni ham qiziqarli narsa, men o'zim buni nima qilib yasadim. Asosan endi ustoga yasatdim. Buni ham bir qator aytib o'tib ketsak yaxshi bo'ladi. Albatta aka. Bunda aylanish
uchun bo'lmaydi aka, sovutish uchun. Pardon, bu endi bizniki shu semizotlarni qonun to'ydirmashiga olib chiqib qo'yamiz. 4 soat, 5 soat aylanadi. Endi bizni bu joyimizga 6 ta joy sig'adi, 6 ta 7 ta ot sig'adi xolos-da. Aha. Yozgi letniy variantda manalarda bayda qilib baqib imkoniyat qilamiz. Ham bayda o'tini edi mana ichida. Aha. Ichida o'xiri ham bor. Ha, ham o'tini edi, o'tini bo'lgandan keyin shart qantarib tashlanaveradi. Bu ba'zi aka qiziqqanlarga chuqurligi bir qancha chiqib qoladi? Chuqurligi 45 qilganmiz biz. 45. Yana ham chuqurroq, biz sal sayozroq qilib qo'yibmiz. Bo'ldi, yana ham chuqurroq qilsa bo'ladi. Ha, xudo xolasa, mana shu toyimiz ma'lumotini beramiz. Bu yog'i Maskus 150 uni ko'p o'tozlamiz biladi. Demoqchiman, mana shunday qilsa variant ham yaxshi variant ekan, biz foydalanib ko'rdik. Bo'ldi. Fazl aka, xudo xolasa, bu yoqda otxonadagi otlar hammasini xudo xolasa aloqa chiqsa, ma'lumotlarni batafsil beraverasiz aka. Xudo xolasa hozir tashqariga olib chiqib minib ko'rsatamiz, xudo xolasa qolgan syomka tashqarida bo'ladi. Bo'ldi aka. Mashalloh. Akalar, unday bo'lsa boshlayveramiz. Mestalarni o'zgartirib tura oldik, xudo xolasa. Toyda haqiqatan ham kuchli ekan jonivor. Ko'z tegmas. Videoga bittadan kommentariyaga o'z fikr mulohazalaringizni yozib qo'yasizlar. Like'larni do'mbillatib bosib qo'yamiz akalar. Unday bo'lsa boshlayveramiz. Hech jonivor ko'z tegmasin. Fazl aka, jonivor ko'z tegmasin aytganingizdek ekan-a to'ya. Jonivor. Qaytaravering aka. Fazl aka kilichka Rembo edi. Kilichka Rembo bor. Bak kilichka Rembo. Fazl aka shu tomonroq qo'yib olaverasiz, aka ozgina quyosh xalaqit berib qoladi-da. Jonivor. Orqa bosqichlar ham zo'r aka. Fazl aka orqa bosqichlar ham yaxshi ekan aka. Ey jonim. Fazl aka ham ozgina distans bo'lib qoldi, oraliq uzayib qoldi. Hech jonivor, mashalloh. Ko'z tegmasin. Toyda bir ajoyib ekanchi. Tardan qo'yib yubor deyapti, kunisi otni qiynamay ochig'i. Bo'ldi aka. Fazl aka, unda buni ma'lumotini asta-asta beraylik aka. Hech jonivor. Bo'ldi jonim. Chiroyli qilib aka. Ma'lumotlar yetkazaylik obunachilarga aka. Tardan toyda qiynamay o'tasemiz. Bo'ldi. Mana shu holatda sekin. Bo'ldi, tak jonivor. Tardan kilichkasi Rembo. Bak kilichka Rembo. Ha. Xudo xolasa. Mashina ichida Rembo aka shunda? Fahriddin 3 yoshlarga to'ldi. 3 yoshlarga to'ldi. 3 yoshlarga to'ldi. 4 yoshlarda o'tini ichib boshladi. Mana kelib ko'rsatib qo'yaylik deb bitta. Bo'ldi. Mana oq qulinchlar turibdi yon boshda. Mana. Bir tarafiga ham sayashga harakat hali chiqarib usbetka yo'q. Bo'ldi aka. Yaxshi ko'rinmadi. Fahriddin bitta otni oldi, ko'raklari. Tak. Formalarga gap bo'lishi mumkin. Pardon. Fazl aka. Ko'tini bu tomonga qarating-da, bu yerda ozgina quyosh bor. Yaxshi ko'rinmay qolyapti. Aka, ko'rson desak bo'ladimi? Fahriddin haqiqiy figurali oldi qatoriga ishlaydigan narsa bo'ladi, Fahriddin. Inshaalloh. Fahriddin menimcha uncha qora bayonlar ham bunaqa yugurmasa kerak deb qo'ydim. Tezligi qattiq. Ha, erta bilan cho'miltirgandan keyin bir yengil qo'yib yuborib birni qaynasini ochyapmiz-da. Aha. Tezliklari haqiqatdan yaxshi. Fazl aka, buni zot qanday Rembo aka? Fahriddin to'shmay ma'lumotga ega emasman. Bu kelgan joydan ovqatdan kelgan ekan. Biz shu yerdagi bir akalardan oldik. Aha. Faqat turgan ekanda bu. Aha. Uzoqroq turib qolgan ekanda aka. Ha, rollari Fahriddin lekin mana vaqti zo'r rollar. O'ngga ham, chapga ham. Mana shu yoqqa bitta aylantirib qo'ying. Hech jonivor, mashalloh. Fazl aka, bunga messani kengrog'i bo'lishi kerak ekan aka. Ha, Fahriddin. Endi xudo xolasa mana bug'doylar ham o'rilib, dehqonchilar yig'ishtirilsa yana bizga mesta ochilib qoladi-da. Albatta, shunday. Fahriddin mana bo'yini, yoshini aytdik. Bo'yi 1.65 plus. 1.65 ga garantiyada. 65 ga. Ha. Endi pulini aytib ko'raylik, eldi kutirmasdan-chi. Bo'laradi aka. Puli nech pul aka narxi? Fahriddin qilib ayting aka. Narxini yaqini $4.400 kami bor. $4.400 kami bor. Ha. Kami bo'ladi xudo xolasa. $4.400 kami bor. Fahriddin toy shashilib qolsin tezroq. Bo'ldi aka. Agar kelib bir otpotga urib ko'raylik desa, kelishi bir yonidan urib otdi, minib usti boshini ko'rsin bitta. Bo'laradi. Fazl aka bitta xalqimizdan aql borda, 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi. Kelib ko'rib olsa, ha. Fahriddin mana toy haliga terlab, ustida qiynayapmiz. Xudo xolasa toyni biz
problema haliginaqa pul o'zi bilan ketadi deb doim aytaman-ku. Shunday, yurgizib qo'ying-da. Jonivar. Lekin aka 4 son narsa ekan, ko'z tegmasa, havas qildim-chi. Haliga nima desam bo'ladi? Oting bormi desa, bor degida ekanda. Hali oting bo'lsa zo'r bo'lsin, jiron qashqa deydi, ana shu deb turibdi hozir. Ana shu qo'shishadi shunga aka. Mana hali texnikalar ham kelib qoldi, so'z isboti bilan bo'lsin, texnikalardan hurkish. Bunaqa narsa yo'q. Texnikalardan ham cho'chimas ekan Yo'q, aka. texnika bundan cho'chimasa bo'ldi. Bo'ldi aka. Xo'p, akalar bugungi chiqarish Namangan Norin To'da qishlog'idan Fazl akamdan bo'lyapti. Videoda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz akalar. Video bittadan like bosib qo'yingizlar, barchalaringizga rahmat. Videomiz manfaatli bo'lgandek bo'ldi degan umiddamiz akalar. Bunday bo'lsa o'z videolarimizda ko'ramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'lasizlar.